agar qoqilgan odam qoqilgan joyda qolib ketsa, demak, u shunga arziydi. Qoqilgan odam rozi bo'lmaslik kerak. To'g'ri, dars olish kerak, xulosa qilish kerak, lekin o'zida shunchalik ishonch topish kerakki, u tursin yana qoqilgandan keyin. Turib, o'sha qoqilgan sababini o'rganib, yaxshiroq, mahkamroq, bilimliroq harakat qilsin. Fail qildingmi? Bu senga dars bo'lsin, bilim bo'lsin, tajriba bo'lsin. Ikkinchisini boshla, uchinchisini boshla. Bu hayot faillardan iborat. Kimdir nimadir albatta fail bo'ladi. Hayotida, umrida, shaxsiy munosabatlarida hammaning armoni bor. Fail nima armon degan bo'lardim. Shu armon tufayli odamlar ikkinchi bir narsaga kuch, bilim, qudrat topa oladi. Shuning uchun shu fail unga sabab bo'lsin. Shu armon bo'lishlikka-da, u shu armon tufayli u keyin ikkinchi buralik boyaga o'zida shijoatni yoki boyaga o'zida bir mehrni ko'rsin-da, passion deydi, boya strast topsin-da, o'sha ikkinchi harakatini boshlasin.